lekin o'ylaganimdan ham ko'proq summa ketgan. Ya'ni o'zi 50 ming dollarni mo'ljallagan bo'lsam, 80 ming dollardan ham oshib ketgan. 2015-yillari ham master bo'lib ishlab yurgan paytimdayoq niyat qilganman o'zimni Farg'onada katta salonim bo'lishini va mana shu salonimni nomini o'zimni otim bilan tanitishdi hammaga. Chunki men o'zim master bo'lganim uchun, o'ziga yarasha o'zimni klientlarim, o'zimni klient bazam hamma taniganim uchun xohlaganman o'zimiz nomimni berishdi salonga. Keyin boshida niyat qilmaganman, unaqa kichkina bo'lsin deb, bordaniga katta salonim bo'lsin deb niyat qilganman. O'sha salonimni katta bo'lishiga yarasha rasxodam katta ketishini bilardim. Lekin o'ylaganimdan ham ko'proq summa ketgan. Ya'ni o'zi 50 ming dollarni mo'ljallagan bo'lsam, 80 ming dollardan ham oshib ketgan. Chunki joy kattaligi uchun men xohlaganimdek panorama chiroyli aynalari borligi uchun ham dizaynini ham o'zim yaratganman. Hammasini boshidan oxirigacha o'zim chizib, o'zim boshidan oxirigacha turib berganman. O'zim master bo'lsam ham, lekin tadbirkorlik sohasida bilimim yana ham yetarli bo'lsin, uroviniga mosroq bo'lsin, o'zim salonim oson emas, katta salonni boshqarish. O'shanga yarasha ham biznes tomonlama bilimlar olganman. Kerak bo'lsa hozirgacha olaman, o'zimni ustimda ishlayman. Mana yaqinda yil ayoli unvonini oldim. Buning uchun o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Shuncha yillar davomida tinmasdan ustimda ishlaganim menga foyda keltirdi deb o'ylayman.